Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar, pensionerlar, yolg'iz keksalar va ularning oilalari uchun prezident tomonidan ajratiladigan bir 5 million so'mlik yordam haqida gaplashamiz. Eng muhim savol shuki, bu pulni nimaga sarflash mumkin? Kim oladi, kim olmaydi? Qanday hujjat kerak? Pul qo'lga beriladimi yoki maqsadli ishlatiladimi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, buvimiz, bobamiz yoki yoshi katta qarindoshimiz bor. Ba'zi odamlar hamma qariyalarga biri bu 1 million berilar ekan deb eshitgan. Ba'zilar faqat yolg'izlarga ekan deyapti. Yana boshqalar bu pulni naqd qilib olib, istagan narsaga ishlatsa bo'ladi deb o'ylayapti. Ana shu chalkashliklar sabab ko'pchilik noto'g'ri xulosa chiqarib, keyin mahalla yoki ijtimoiy xizmat idorasiga borganda hafsalasi pir bo'lyapti. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men barchasini oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga real yordam beradi. Avval qariyalarga yordam ko'rsatish tartibi ko'p joylarda bir xil tushunilmas edi. Kimdir mahalladan bir martalik moddiy yordam olardi. Kimdir saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali yordam so'radi. Kimdir tibbiy yordam, protez, dori-darmon yoki oziq-ovqat masalasida alohida murojaat qilardi. Lekin ko'p hollarda odamlar bitta muammoga duch kelardi. Qaysi yordam qaysi toifaga beriladi? Nima uchun beriladi? Pulmi yoki xizmatmi? Buni aniq bilish qiyin edi. Endi esa avgustdan boshlab qariyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli yondashuv kuchaytirilmoqda. Bu yerda eng muhim nuqta shuki, 1 million so'm deganda hamma pensionerga avtomatik tarzda bir xil pul tarqatiladi. Men buni a'lo kelib chiqmasligi kerak. Bunda yordam odatda ehtiyojga, holatga, ijtimoiy ahvolga, sog'liq bilan bog'liq zaruratga yoki yolg'izlik darajasiga qarab belgilanadi. Masalan, bir pensionerning farzandlari bor, o'zi uyda yashaydi, pensiyasi vaqtida tushadi, sog'lig'i o'rtacha, asosiy ehtiyojlari ta'minlangan. Bunda inson yordam so'rashi mumkin, lekin u albatta 20 million oladi deb bo'lmaydi. Ikkinchi tomonda esa 78 yoshli yolg'iz ona bor. Farzandlari yo'q yoki uzoqda, uyida gaz plitasi ishlamaydi. Dori-darmonga pul yetmaydi, kommunal to'lovlardan qarzi bor. Mana shunday holatda maqsadli yordam masalasi ko'rib chiqilishi ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Avvalgi tartibda ko'p narsa murojaatga bog'liq edi. Odam o'zi borib aytmasa, muammosi qog'ozda ko'rinmasdi. Endi esa mahalla ijtimoiy xodimlar, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, tegishli tashkilotlar qariyalar holatini ko'proq o'rganishi, ehtiyojini baholashi kerak. Bu yaxshi tomoni. Lekin amalda baribir fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Menga o'zlari kelib beradi deb kutib o'tirsangiz, ko'p hollarda vaqt yo'qotasiz. Endi eng asosiy savolga o'tamiz. 1 million so'm nimaga sarflanishi mumkin? Bu pulning maqsadi qariyaning kundalik hayotini yengillashtirish, sog'lig'i, xavfsizligi va zarur ehtiyojlarini qoplash bo'lsa, odatda shunday yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Birinchi yo'nalish dori-darmon va tibbiy ehtiyojlar. Masalan, 72 yoshli pensionerda qon bosimi, qandli diabet yoki yurak kasalligi bor. Har oy dori-darmonga 300 ming, 500 ming, ba'zan 700 ming so'm ketadi. Pensiyasi 1 million 200 ming yoki 1 million 500 ming atrofida bo'lsa, ovqat, kommunal to'lov, yo'l haqi, kiyim-kechakdan keyin dori olishga pul yetmay qolishi mumkin. Shunday vaziyatda 21 million so'mlik yordam dori-darmon xaridiga tibbiy ko'rikka, analizlarga yoki shifokor tavsiya qilgan zarur vositalarga yo'naltirilishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish oziq-ovqat va eng zarur kundalik mahsulotlar. Ko'p qariyalar bor. Uyida un, yo'q, guruch, shakar, choy, go'sht, tuxum, sabzavot yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa yolg'iz yashovchi qariyalarda bu muammo ko'p uchraydi. Pul shunchaki qo'lga berilib, keyin nimaga ketgani noma'lum bo'lib qolishi o'rniga ayrim hollarda yordam oziq-ovqat savati, vaucher ko'r, karta yoki maqsadli xarid shaklida bo'lishi mumkin. Bu ham yomon emas, chunki maqsad qariyaning real ehtiyojini qoplash. Uchinchi yo'nalish maishiy sharoitni yaxshilash. Masalan, keksa odamning uyida elektr simlari xavfli holatda. Eshik qulfi buzilgan, isitish moslamasi ishlamaydi, kran o'qiyapti, hojatxona yoki hammomdan foydalanish qiyin. 1 million so'm katta uy ta'miri uchun yetmasligi mumkin, lekin kichik ta'mir, ehtiyot qism ustiga haq to'lash, xavfsizlikni ta'minlash uchun juda kerak bo'ladi. Ayniqsa yiqilish xavfi bor qariyalar uchun hammomga tutqich o'rnatish, sirpanmaydigan gilamcha olish, yotoq yoniga chiroq qo'yish ham katta ahamiyatga ega.
To'rtinchi yo'nalish parvarish va ijtimoiy xizmatlar. Ba'zi qariyalar o'zi ovqat pishira olmaydi. Dorisini vaqtida ichishni unutadi. Bozorga bora olmaydi. Hujjat ishlarida qiynaladi. Bunday holatda yordam faqat pul shaklida emas, xizmat ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ijtimoiy xodim keladi, ehtiyojni o'rganadi, qaysi xizmat zarurligini belgilaydi. Masalan, uyga borib parvarish qilish, oziq-ovqat yetkazib berish, tibbiy muassasaga olib borishda yordam. Hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'mak. 5-yo'nalish reabilitatsiya vositalari va maxsus buyumlar. Agar qariyaning yurishi qiyin bo'lsa, hassa nogironlar aravachasi, eshitish apparati, ko'zoynak, ortopedik poyabzal, bosim o'lchagich kabi narsalar kerak bo'lishi mumkin. 1 million so'm aynan shunday zarur vositaga sarflansa, uning foydasi bir martalik oziq-ovqatdan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Chunki bu qariyaning mustaqil harakatlanishiga, o'zini xavfsiz his qilishiga yordam beradi. Endi kimlar birinchi navbatda o'z holatini tekshirtirishi kerakligini aytaman. Agar siz yoki sizning ota-onangiz yolg'iz yashasa, farzandlari bo'lmasa yoki farzandlari boshqa hududda bo'lib, doimiy yordam bera olmasa, albatta mahallaga va ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qiling. Uyim bor, shuning uchun menga yordam berishmaydi deb o'ylamang. Uy borligi bilan odamning dori-darmonga, ovqatga, parvarishga ehtiyoji yo'q bo'lib qolmaydi. Agar pensioner og'ir kasallikka chalingan bo'lsa, doimiy dori ichsa, operatsiya yoki davolanishdan keyin parvarishga muhtoj bo'lsa, bu ham muhim asos. Masalan, Ormutda qiz yoshli otaxon insultdan keyin chap qo'li va oyog'ida zaiflik bor. Pensiyasining katta qismi doriga ketadi. Unga shunchaki pensiya olyapsiz-ku deb qarash noto'g'ri. Chunki pensiya kundalik yashashga yetishi mumkin. Lekin reabilitatsiya, dori, maxsus vositalar uchun yetmasligi mumkin. Agar qariya kam ta'minlangan oilada yashasa, oilada boshqa daromad manbai bo'lmasa yoki oila a'zolarining o'zi ham kasal bo'lsa, bu ham e'tiborga olinadi. Masalan, 25 yoshli buvi o'g'li bilan yashaydi, lekin o'g'li ishsiz yoki nogiron, kelini ham bolalar bilan uyda. Bunday vaziyatda farzandi bor ekan deb avtomatik rad etish to'g'ri emas. Aslida oilaning umumiy ahvoli o'rganilishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning ota-onangizning ahvoli yaxshi, farzandlari doimiy ta'minlab turadi, zarur dori-darmoni bor, uy sharoiti yaxshi, ovqat va kommunal to'lov muammosi yo'q bo'lsa, unda bu yordamni olish uchun sun'iy ravishda muammo yaratish kerak emas. Chunki bunday yordam avvalo haqiqatan ehtiyojmandlarga yetib borishi kerak. Men ekspert sifatida shuni aytaman, tizimdan foydalanish boshqa, tizimni aldash boshqa. Agar siz yolg'on ma'lumot bersangiz, keyin tekshiruvda muammo chiqishi, yordam bekor qilinishi yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Birinchi misol, taqim yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 400 000 so'm. Har oy dori-darmonga 10 ming so'm, kommunal to'lovlarga 2 ming so'm, non, oziq-ovqat va kundalik xarajatlarga 800 ming so'm ketadi. Oy oxirida deyarli pul qolmaydi. Uyning derazasi eski, qishda sovuq kiradi. Bunday holatda nega? 5 million so'm yordam, dori-darmon zaxirasi, issiq kiyim, elektr isitgich yoki deraza ta'miri uchun sarflanishi mumkin. Eng muhimi, xarajat qariyaning real ehtiyojiga bog'lanishi kerak. Ikkinchi misol. 7 ming yoshli otaxon farzandlari bilan yashaydi, lekin qandli diabeti bor. O'yga insulin yoki boshqa dori, test chizikchalari, parhez ovqatlar kerak. Farzandlari ishlaydi, lekin oilada 5 nafar bola bor, ijara to'lanadi. Tashqaridan qaraganda farzandlari bor. Yordam kerak emas deyish oson. Lekin hisob-kitob qilinsa, oilaning daromadi ehtiyojiga yetmayapti. Bunday vaziyatda mahalla real holatni o'rganishi, tibbiy hujjatlarni ko'rishi, daromadni solishtirishi kerak. Uchinchi misol, 76 yoshli pensionerning pensiyasi nisbatan yaxshi, farzandlari ham yordam beradi. Lekin u odam eshitmaydi, eshitish apparati kerak. Oddiy apparat ham arzon emas, agar tibbiy xulosa bo'lsa. Maqsadli yordam ayni eshitish apparati xaridiga yo'naltirilishi mumkin. Bu qariyaning hayot sifatini o'zgartiradi. U telefon qo'ng'iroqlarini eshitadi, shifokor gapini tushunadi, ko'chada xavfsizroq yuradi. To'rtinchi misol. Bir buvi uyda yiqilib, son suyagini shikastlagan. Operatsiyadan keyin yurishi qiyin. Unga hassa, maxsus stul, yotoq yo'niga tutqich, parvarish vositalari kerak. 1 million so'm shu narsalarga sarflansa, bu pul shunchaki yordam emas, balki qayta yiqilish xavfini kamaytiradigan real himoya bo'ladi. 5-misol, ayrim oilalarda keksa odam nomiga yordam rasmiylashtirib, pulni butunlay boshqa narsaga ishlatmoqchi bo'lishadi. Masalan, qariyaga dori kerak, lekin qarindoshlari pulni telefon,
maishiy texnika yoki o'z qarzini yopishga sarflamoqchi. Bunday holat juda xavfli. Chunki yordam qariyaning ehtiyoji uchun beriladi. Agar yordam maqsadsiz ishlatilsa, keyingi murojaatlarda ishonch kamayadi. Tekshiruvda muammo bo'ladi. Eng yomoni, qariyaning o'zi zarur narsasiz qoladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. 5 million so'm hamma joyda bir xil tartibda va bir xil kunda beriladi deb o'ylamang. Hududga, mahallaga ajratilgan mablag'ga, o'rganish natijasiga, hujjatlarning to'g'riligiga qarab muddat farq qilishi mumkin. Kimdir tezroq oladi, kimdir qo'shimcha tekshiruvdan keyin oladi, kimdir rad javobi olishi ham mumkin. Ikkinchi nozik jihat, yordam doim ham naqd pul bo'lmasligi mumkin. Ba'zan pul kartaga tushadi, ba'zan maqsadli xarid qilinadi, ba'zan xizmat ko'rsatiladi. Ba'zan mahsulot yoki buyum beriladi. Odamlar menga qo'limga pul berishmadi, demak yordam bermadi deb noto'g'ri xulosa qiladi. Aslida qariyaga kerakli dori olib berilgan bo'lsa, u ham yordam hisoblanadi. Uyda kichik ta'mir qilingan bo'lsa, u ham yordam. Ijtimoiy xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, u ham yordam. Uchinchi nozik jihat hujja og'zak gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, men kasalman deyish bir narsa, lekin tibbiy ma'lumotnoma, retsept, shifokor xulosasi. Dori ro'yxati bo'lsa, murojaat ancha asosli bo'ladi. Daromadim kam deyish bir narsa, lekin pensiya miqdori, oila tarkibi, kommunal qarz, boshqa xarajatlar ko'rsatilsa, vaziyat tushunarli bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat. Qariya boshqa yordam turlarini olayotgan bo'lsa, bu avtomatik rad etish degani emas. Masalan, pensioner pensiya oladi. Yana nogironlik nafaqasi yoki kompensatsiya olishi mumkin. Lekin bu uning ehtiyoji yo'q degani emas. Shu bilan birga, agar mavjud yordamlar ehtiyojni to'liq qoplayotgan bo'lsa, yangi yordam berilmasligi ham mumkin. Har bir holat alohida baholanadi. 5-nozik jihat, ro'yxatda turish muhim. Ko'plab qariyalar bor. Ular mahalla ro'yxatida ehtiyojmand sifatida ko'rinmaydi. Chunki hech qachon murojaat qilmagan, hujjat topshirmagan yoki holatini aytmagan. Keyin yordam tarqatilganda nega menga bermadi deydi. Sababi oddiy. Tizim sizning muammoingizni bilmasligi mumkin. Shuning uchun o'z vaqtida murojaat qilish juda muhim. 6-nozik jihat. Qarindoshlar qariyaning roziligisiz uning nomidan noto'g'ri ish qilmasligi kerak. Agar qariya hushyor, o'z fikrini ayta oladigan bo'lsa, uning ehtiyoji birinchi o'rinda turadi. Ba'zan farzandlar onamga shu kerak deydi, lekin onaning o'zi dori yoki parvarish vositasini xohlaydi. Ijtimoiy yordamda qariyaning manfaatini markazga qo'yish kerak. 7-nozik jihat, yordamni olish uchun tanish bilish shart emas. Agar sizdan kimdir pul chiqarib beraman, faloncha haq berasiz desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy murojaat mahalla ijtimoiy xizmat markazi tegishli davlat idoralari orqali qilinadi. Hech kimga oldindan pul bermang. Hujjat topshirish, ariza yozish, holatni o'rganish jarayonida noqonuniy to'lov talab qilinsa, yuqori tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Birinchi qadam, qariyaning real ehtiyojini yozib chiqing. Pul kerak deb umumiy aytmang. Nimaga kerak? Dori-darmonmi, oziq-ovqatmi, uy ta'mirimi, eshitish apparatimi, hassa yoki aravachami? Kommunal qarzmi, parvarish xizmatimi? Masalan, qog'ozga shunday yozing. Qon bosimi dorilari oyiga 320 ming so'm, qand o'lchash testlari 120 ming so'm, isitish moslamasi 620 ming so'm, hammomga tutqich o'rnatish 2020 ming so'm. Raqamlar bo'lsa murojaat jiddiy ko'rinadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, tibbiy hujjatlar, retseptlar. Nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumot, kommunal qarz bo'lsa kvitansiya, kerakli buyumlar bo'yicha narxlar yoki hisob-kitob kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalladan aniq ro'yxatni so'rang. 3-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni tushuntiring. Menga ilm voy million bering deb emas. Mana mening holatim, mana ehtiyojim. Shu bo'yicha maqsadli yordam so'rayman deb murojaat qiling. Bu farq juda katta. Chunki davlat yordami ehtiyoj asosida ko'rib chiqiladi. 4-qadam. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa qariya yolg'iz, nogiron, parvarishga muhtoj yoki og'ir kasal bo'lsa, faqat mahalla bilan cheklanib qolmang. Ijtimoiy xizmatlar orqali holat batafsil o'rganilishi, qaysi yordam turi kerakligi belgilanadi. Ba'zan odam pul so'raydi, lekin unga aslida parvarish xizmati, reabilitatsiya vositasi yoki tibbiy yo'llanma ko'proq kerak bo'ladi.
Beshinchi qadam, arizani yozma shaklida qoldiring. Og'zaki aytib ketish ko'pincha yetarli emas. Arizada qariyaning F ish, manzili, yoshi, pensiya holati, oilaviy ahvoli, sog'liq muammolari, aniq ehtiyoji va so'ralayotgan yordam yo'nalishini ko'rsating. Masalan, onam 1940-yilda tug'ilgan, yolg'iz yashaydi. Doimiy ravishda yurak va qon bosimi dorilarini qabul qiladi. Pensiyasi kundalik xarajatlarga yetmayapti. Dori darmon va uy sharoitini yaxshilash uchun maqsadli yordam ajratishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Ariza topshirgandan keyin qachon ko'rib chiqilishini so'rang. Kim mas'ul ekanini bilib oling. Telefon raqam qoldiring. Agar mumkin 15 kun, 4 kun o'tsa-yu hech qanday javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Rasmiy tartibda berilgan ariza javobsiz qolmasligi kerak. 7-qadam, yordam ajratilsa, uni maqsadli ishlating. Agar dori uchun berilgan bo'lsa, dori oling. Agar oziq-ovqat uchun bo'lsa, zarur mahsulot oling. Agar ta'mir uchun bo'lsa, ustaga to'lov va materiallar bo'yicha chek yoki dalilni saqlang. Bu kelajakda yana yordam so'rashda ham foydali bo'ladi. O'tgan safar pul nimaga ketdi degan savol tug'ilganda sizda aniq javob bo'ladi. 8-qadam, rad javobi olsangiz, sababini so'rang. Yo'q deyishdi deb darrov to'xtamang. Nega rad etildi? Hujjat yetishmadimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Daromad yuqori deb topildimi? Boshqa yordam turi tavsiya qilindimi? Sababini bilsangiz, kamchilikni tuzatishingiz mumkin. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yozma murojaat qilish huquqingiz bor. Men yana bir muhim masalani aytib o'taman. Bunday yordamni qariyaning ehtiyojiga aloqasi bo'lmagan narsalarga ishlatish to'g'ri emas. Masalan, qarindoshning kreditini yopish, to'y xarajatiga qo'shish, qimmat telefon olish, boshqa odamning qarzini berish. Uyda qariyaga aloqasi bo'lmagan maishiy texnika olish kabi holatlar muammo keltirib chiqarishi mumkin. Agar yordam maqsadli ajratilgan bo'lsa, uning maqsadi buzilmasligi kerak. Agar qariya o'zi pulni boshqara olmasa, masalan, xotirasi pasaygan, og'ir kasal yoki harakatlana olmaydigan bo'lsa, yaqinlari unga yordam berishi mumkin. Lekin bu yordam shaffof bo'lishi kerak. Qariyaning dorisi olindimi? Oziq ovqat yetarlimi? Uy sharoiti yaxshilandimi? Mana shu savollarga javob bo'lishi kerak. Agar oilada kelishmovchilik bo'lsa, masalan, bir farzand pul menga berilsin desa, boshqasi yo'q, onamning dorisiga ishlatiladi desa, eng to'g'ri yo'l rasmiy tashkilot orqali maqsadli xarid qildirishdir. Shunda pul ustida tortishib qolmaydi. Qariyaning manfaati himoya qilinadi. Yana bir ehtiyot sharti. Internetda yoki messenjerlarda tarqaladigan xabarlarga darhol ishonmang. 1 avgustdan hamma qariyalarga 20 million naqd beriladi. Faqat mana bu havolaga kiring degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz kodini, SMS parolni, plastik karta raqami va amal qilish muddatini begona odamlarga bermang. Davlat yordam uchun SMS kod so'rab, pul yechib olish holatlari uchrab turadi. Rasmiy ma'lumotni mahalla. Davlat xizmatlari, ijtimoiy himoya idoralari yoki ishonchli rasmiy manbalardan tekshiring. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning holatini faqat pensiya olyapti deb baholamang. Bir oy o'rnida o'tirib xarajatlarini yozib ko'ring. Pensiya tushgan kun nima to'laydi? Dorisi qancha, oziq-ovqatga qancha ketadi? Qarzlari bormi? Qishda isitish, yozda sovitish, shifokorga borish, analiz topshirish xarajatlari bormi? Shunda real manzara ko'rinadi. Ko'p qariyalar farzandiga yuk bo'lmaslik uchun muammosini yashiradi. Hammasi yaxshi deydi, lekin aslida dorini yarim doza ichadi, go'sht olmaydi, eski oyoq kiyimda yuradi, ko'z o'ynagini almashtirmaydi. Siz farzand sifatida buni ko'rishingiz kerak. Davlat yordami bor bo'lsa, undan qonuniy foydalanish uyat emas. Uyat bo'ladigan narsa ehtiyoj borligini bilib turib, qariyani yolg'iz tashlab qo'yishdir. Agar siz qo'shni bo'lsangiz, yolg'iz qariyani ko'rsangiz, mahallaga xabar bering. Ba'zan qariya o'zi murojaat qila olmaydi. Eshigi buzilgan, yura olmaydi, eshitmaydi yoki hech kimga aytishni istamaydi. Bunday vaziyatda qo'shnining bir og'iz xabari katta yordam bo'lishi mumkin. Lekin yordam beraman deb uning hujjatlarini olib o'zboshimchalik bilan ish qilmang. Hammasi rasmiy va hurmat bilan bo'lishi kerak. Demak, 1 avgustdan qariyalar uchun ish birimi million so'mlik yordam haqidagi gaplarda eng muhim narsa shuki, bu mablag'ni hamma avtomatik oladi deb tushunmaslik kerak. Yordam ehtiyojiga qarab maqsadli tarzda ko'rib chiqiladi. Uni dori darmon, oziq-ovqat, uy sharoitini yaxshilash, parvarish, reabilitatsiya vositalari va qariyaning hayoti uchun zarur ehtiyojlarga sarflash mumkin. Eng to'g'ri yo'l ehtiyojni aniq yozish,
hujjatlarni tayyorlash, mahalla va ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qilish, arizani yozma topshirish va javobni nazorat qilish. Yordam ajratilsa, uni albatta qariyaning o'z manfaatiga ishlatish kerak. Aziz tomoshabinlar, sizning mahallangizda bunday yordam qanday tashkil qilinyapti? Siz yoki tanishlaringiz murojaat qilib ko'rdingizmi? Izohlarni yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.